Salom hammaga. Hozir sizlar bilan birgalikda Xitoydan olgan tovarlarimni raspakovka qilamiz. Qizlar, Xitoydan tovar olish juda ham zo'rda, chunki O'zbekistondan oladigan pullardan ancha tejab qolasizlar. Misol uchun mana shu kofta yubkachani o'zimizdan qanchaga olamiz? Kamida 150-200 mingga olamiz. Ammo Xitoydan bor yo'q 25 ming so'mga oldim. Chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Bu koftichkani bo'lsa bor yo'q 7 ming so'mga olib kiydirib qo'ydim. Shunaqa muzdekgina zo'r ekan. Sizlar ham agar Xitoydan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lib kurs so'zini yuborsanglar arzonga zo'r qilib o'rgatib qo'yaman. Mana shu futbolkani ham 22 ming so'mga xarid qildim. Shunaqa chiroyli ekan, sifati ham zo'r ekan qizlar. Sifatsiz narsa keladi deydiganlar prosta tak tovar zakaz qilishni bilishmaydi-da. Undan keyin eng yoqqani mana shu kombinezonchik bo'ldi qizlar va pishe sifati chotki, koftichkasi ham o'zi ham rosa zo'r ekan. Buni ham bor yo'q 55 ming so'mga zakaz qildim qizlar. Zo'rmi? Bizdan bunaqa narxga albatta olib bo'lmaydi. Bor yo'g'i 9 ming so'mga olgan mana shu slansilarimni ham klientlarimga zakaz qilib berganman qizlar. Sizlar ham tezroq zakaz qilishni o'rganib, savdo boshlab uyda o'tirgan holatda pul topsanglar bo'ladi. Buning uchun menga obuna bo'lib, kurs so'zini tezroq yuboringlar qizlar.